Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, kanalimizni kuzatib boradigan a'zolari. Hurmatli akalar, sizlarga 4 kun avval bir bosh miya o'simtasi ragi bilan kasallangan onaxonimizning videolarini qo'ygandik. 4 kun avval hozir ozgina ahvollari og'irlashib qolgan ekan. Shu yerga onaxonimizni ko'rishga keldik. Akalar yana bir qo'llab yuborasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa hozir yo'llarga kiramiz. Ulardan urinmadi. Nima qilib turmaydi. Bola homilada bo'lgan paytda ona butun organizmidagi kalsiyni, vitaminlarni bolasiga berar ekan. Shuning uchun ham homilador ayol tish to'kilishi, kipriklar tushishi kuzatilar ekan. Mana shunday farzandi uchun jonini fido qiladigan mo'tabar onaxonlarimiz bugun siz bilan bizni yordamimizga muhtoj. Mana Nafisa opamiz bitta operatsiyani boshlab o'tkazganlar, mana bu kun ham ahvollari og'irlashib qolgan, kislorod ballonida turibdilar. Hozirgacha terilgan, sizday saxiylar yordamida terilgan pul $4700. Bizga esa hozircha $10,000 kerak. Yana bir harakat qilaylik. Mana shunday buyuk onalarimiz uchun hamma ona bitta maqomda turadi. Biz shu onaxonamizni o'rniga o'zimizni onamizni qo'yaylik. 5 ta farzandlarni, hali orzu-havaslarni birontasini ko'rganlari yo'q. Alloh roziligi uchun, onasini yaxshi ko'radiganlar uchun yana bir bor iltimos qilib so'raymiz. Mana shu onaxonimiz tuzalib ketishi uchun Alloh bizlarni sababchi qo'ysin. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin.